Mən doğulğaqdım Xəzər bir tümənədə, azı Tupraq qala tərəf ötüb qalmız bizə. Mənim özümə qızıq keçindiyim podkast deyən nərsələr. Hazırladım çıxırmıq mən desəmək. Dublyaj etəsim vardı. Özüm soundtrack yazdırasım vardır. Aynen özümü kontentim boyunca. Halal pul tapayım deyə məqsəddə getib dursunuz. Məni potensialım boyunca şu vaxt sunma mən üçün katta pul bolğan. Biror xodimni ishdan bo'shatish vaziyatiga kelgan vaqtida necha qaror qabul qilasiz? Mashinangiz bo'lsa, siz shartnoma tuzib bilasiz va bu sizni daromadingizga ta'sir ko'rsatadi. Bir yerden gördüm-ku, doğrumu? Belki başqa kəsb görgən mən buladı. Sizin fikriniz neçik? Mən nə yaşsız kətdə görüb bilmədən adam həyatınıza gərəkmi, gərəkmi? Özünə yaxadan işni, mehr, muhabbət bilən bir yondaşıb etsə, hazır gündə lüboy kəsb markasından yaxşı daromad tapsa bo'ladi deb o'ylayman. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Va nihoyat sizga va'da qilingan podkast boshlandi. Endi esa sizdan harakat, ya'ni bizni qo'llab-quvvatlashingizni so'raymiz. Albatta bizga obuna bo'ling. Keyingi videolarimiz chiqishida ham like, izoh yozishdan o'zingizni ayamang do'stlar. Sababki, agar siz shunday qiladigan bo'lsangiz, savollar yo'llaydigan bo'lsangiz, biz yana sizlarga kontent chiqarishdan to'xtamaymiz. Bugungi mehmonimiz aynan birinchi soni mehmoni, media va san'at sohasida o'z o'rnini topgan, o'z kasbini mutaxassisi, bloger Bekzod Botirov bo'ladi. Va Begipo nomi ostida Instagramda o'z faoliyatini olib boradi. Do'stlar, biz bu chiqishimizni Xorazm shevasida qilishga qaror qildik. Shuning uchun rozi bo'lasizlar do'stlar. Va albatta videoni oxirigacha ko'ring. Siz uchun manfaatli bo'lgan mavzularda suhbat qurilgan. Jamiyat uchun foydali ko'rsatuv bo'lishini tilab qolaman. Hammaga rahmat. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Siz hamon yaxshimisiz. Qarangda, Xorazmcha olishimizdan o'zi men bilasiz-ku, adabicha olishimdan maqsad bizani auditoriyamiz katta, sababi buxgalteriya sohasi bo'lgandan keyin. Shuning uchun biz shuni aytamiz. Xo'p, birinchi savolim sizga. O'zi men sizni ko'p vaqtdan bilaman. Ishlashamiz, bilasiz. Shu Begipo deb o'zi Xorazmga kelganingizdan bona men sizni kuzataman, kuzatuvchinizman. Shu Bekzod Botirov deganda ko'p holatlarda mana ko'zim oldina iplas degan. Yo'q, endi iplas emas. O'nni odam. Nima desam? Bo'ladi-ku, sho'x. Sho'x odam ko'zim oldidan keladi, lekin siz bilan gaplashib ko'rganda uning bo'lmagan. Shuning uchun hozir birinchi savolimiz sizga. O'zingizni ochib berali. Bekzod Botirov kim? Avvalambor assalomu alaykum amma. Taklif uchun rahmat. Doğrusu so'yindim. Ya birinchi soni ko'pchilik отказ etadi deb o'ylayman dedingiz-ku. Endi to'g'ri o'ylab tursiz. Lekin men o'zimga qiziq ishindiyim podkast degan narsalar. Shuning uchun ham o'zim chiqib turganimdan beri birinchi chaqirganingizdan men xursandman. Keyingilarni ham omad. Xudo xolasa. Bekzod Botirov kim deydigan bo'lsak, o'zim ham bilmayman. Endi Beda men o'zimni hislatimni aytishim kerakmi yoki qiladigan ishlarimni? O'zingizni to'liq danishtirib bersangiz zo'r. Biz bilib qo'yamiz. Ham ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib chiqdim. U savollar javob bermagansiz hech yerda. Ko'rmaganman to'g'risi. Shu javob bo'lib qoladi xudo xolasa. Bekzod Botirov shu nada tug'ilganman, Xazarda tug'ilganman. Xazarsisiz. Men tug'ilgandim Xazar bir tumanida, hozir Tuproq qala taraf o'tib qolamiz biz. Drujbadanman. Drujbadanman, yoshim endi 26 ga giraman, hozircha 25 daman. Hali uylanmaganman. Qiladigan ishim asosiy professiyam hozirgi kunda blogerlik, lekin o'zim mutaxassisligim estrada va ommaviy tomoshalar rejissyorligi fakultetini bitirganman, San'at madaniyat institutida. Undan oldin kollejda aktyorlik, drama, kino yo'nalishida o'qiganman, Xaratovda. Shunday odam zo'r. Bekzod Botirov yana san'at yo'lidan getdi desak ham bo'ladi, blogerchilik shu deyarli bir xil soha, lekin baribir siz Toshkent shahrida o'qigansiz, shunda tashlab bera kelgansiz. Buni ham bir aytib o'tali, nechun siz undan bera kelgansiz? Endi men uni bilishim, sizni ijtimoiy tarmoqlardan shu avvaldan kuzataman deganim, shu vaqtlarni bilaman. Shu haqqidan to'xtalib o'tsak, nechun san'at sohasini tashlab, Toshkentdan shaharda biz masalan yurgansiz? Shuni tashlab Xorazmga kelgansiz. Gelishimdan asosiy maqsad, men bir o'g'lim oilada. Apam kasal bo'lganlar. Apam kasal bo'lganliklari uchun kelganman. Halovatim bo'lmagan onda. Lekin men esam tayyor edi. Tayyor deganda nom tayyor edi. Etadigan ishim, maqsadim aniq edi. Shu yo'l bor edi.
Şu yoldan barsam içinin neticelere erişemem degan planım özüm içimde yolum çizilgan edi. Lakin apam kesel boldular. Xudo şükür az yaxşılar. İndi mən apam bilen demez et gepleşedi adam bilan. Aha. Dim açılışı haqiqatda bir həziyyəti Historiyalardan görəmiz. gepleşemə avan. Şundan keyin men üçün eng ideal adam apam bolğan şu vaxtda. Keyin hiç kelləmə gəməgən. Aş apam kesel bolğanma dim zor plus işləgən lakin. Bir geçdə adam katta oladı dediler qoyun. Ya bir gecədə saç akar gitedi dediler qoyun. Aşı нәрсе бар ekan haqiqatda. Üçün sən aş apam kesel bolub yıkılğanlarından keyin düşüngənmə o ailə degan məsuliyyət, misal üçün aşının bir katta iş, ulğayış dim boldu lakin aşından keyin özü əsasi ətədan maqsadlarından vakilləkin düşüngənmə. Onların detski fikirdə bolğanma. Bir dana fikrim bolğan, mən zevizdə oluşum gerek, mən həmmə danışı gerek degan maqsad bolğan. Ha, pul tapışdan hem görə şu zvezdalıq birinci orunda bolğan. Ha, pul tapışdan məs indi bərabər ailə misal üçün aşının nərsələr ümumən oylamağana həmmə. Nə üçün desə apam mənim üçün ən ideal adam bolğan, həmmə suallarıma cavab apamdan alıb biləmən də boylağanma. İndi ünlü adam bolğandan keyin mən kəlləmə Gemegen umman bu adam kesel boladı, yıkıladı yoki bu hayatdan ötüp gitedi. Men o insanlara ne rahmet aytışım gerek. Ulamaga ne iş etip berdi. Aşının fikirleş bolmagan. Yaş vaxtımdan şu men kığızıdan нәрсе çıkadım. Aşından başlangan şu men demek aktör boluşum gerek, ya zvezda boluşum gerek. Men hemme danışa gerek, hemme hürmet etsi gerek degan düşünçe bolgan. Şundan neçinchi yılda geldiniz bu yere? 22'nin ahırında geldim. 22'nin ahırında geldiniz. 22'nin ahırında. Zor. Hazırki gündə Xorazmda işlət dursunuz yine. Aynen blogerçilik sahasında. Fakat şundan ibaratmı özü bloger deyəndə nə olmur? Düşündürüb bərəli bizdən küzətib oturğana özünüzü sahasında bir toluq düşündürüb bərsiniz. Bloger deyilən bolsaq hazır любой adam bloger bolup biladi. Любой adam bloger dep aytsak ham boladi agar kitobiy dilini naqqarida olsak. Üçün desə həmməni profili var. Həmmə özünün profilini içtir mənada özünün dünya qaraşı, özünün vaxtından gəlib çıxıb yürüzədi. Məsəl üçün addi adam bolsam şu istoriya qoyadı, bir yerə bir yerə barğanını post etib qoyadı. Özünün bloqunu başqartdırmı? Demək bloger. Lakin onun türləri var. Məsəl Vayner var. Life. Aynen özünüzün sahasını bir toluq düşündürüb bərsəyiz. Aynen özümkini hazırki gündə məniki razikatelli kontent yürüzədigan blog. İçində özüm şəxsiyyətimən var, şəxsi həyatım bilan, life bilan şu razikatelli, yəni köngül açar, yəni birgə aralaşmasından hasıl bolğan profil desəm. Lakin hazır 26-dan özgəriş planım var idi. Birinci qadamımı bastım. Daha şükür özüme yaktı. Lakin köpçilik 1000'den artık komment geldi. 22 saatin içinde bir 95%, даже 98% zor kabul etti. Şimdi şu yönelişte işlek görecek mi? Ne yöneliş? Bu ne oldu dese boladı? O kinoşni content, bir etken işizden hezet edəğəm. Mən axırki vaxtlarda umumən vayınlarımda özüm köngülümdə olmay qaldıq. Mesela şəşvərbek bolsun, parodiya bolsun, o kaçanaça onu etib yürüp boladı. Men indi o gəpim bilan o yol yaman diyecek emasman. Yəni mən ötken işlərimdən, əvvəlki etken işlərimdən əfsusdaman, görgən adamlara nə deyim, üyalaman mən dənmə. Düşündüm. Nə üçün desə, vaxt ötken səyin, saniyə ötken səyin adam ulğayadı, fikirləş özgərədi. Bəlkə bunun fikirdəki insanlara bəlkə kararları, fikirləri doğrudur. Yəni adama indi yaraşmıydı yoki əvvəlki etken işlərinə üyalış, bu təbii hal. Lakin mən əfsuslanım. Nə üçün desə, şu dəvirdə şunun pozisiyadaydım, şunu iş oxadım. Şundan faydalanıb adamlara azğına bolsam gülgüləşib bildim. Parodiya arqalı, şəşvərbəkdən obraz arqalı misal üçün köp ata-anələrə yaqdı, köp ballarına yaqdı. Neçikdir şəşvərbəkən fakat özünün özü çıxmıydı da onun teyindən mənası var idi. Mən özüm haqiqatim var idi onun içində. Misal üçün Özbek ailəsində apa bilən əkənin ortasında yoki bala bilən ata-anənin ortasındakı muammalar yoxdu ismi. Dolub atdı. Şəşvərbəkin hər bir çastında apa bilən balanın ortasındakı kontakt yaxşı emas ikini bilsə bolad. Ödə satira bar desək ham boladi. Yəni Özbek xalqını, Özbek millətini bir qadriyyətləri desə bolamı, dünya qarasını gülgü halətində yetkizib bəriş, köpçilikdə boğan üçün həm yakadı. Adam özündə ötkən nərsəni ekranda görsə, misal üçün həzət edir, doğru mu? Zor.
Men ham fikringizni qo'shilaman. Aynan siz shu sohada O'zbekistonda aynan o'zbeklarning oilalarini gulga aralashtirib, haqiqatni ochib qo'ydingiz. Bu to'g'ri. Bugungi kunda ko'pchilik shu kino ishni ishlaydilarmi yo bo'lmasa saytqani Vine stilida ishlaydilarmi, shuni ishlab turibdilar va jamiyatga nechikdir ma'noda katta foydasini deysiz turibdilar. Keyin u kontent o'zgarilishi haqida gaplaydigan bo'lsak, endi men nima uchun yana temani aytdim, afsuslanimman deb aytib turibman. Hozirgi aytadigan ishim ham, misol uchun endi avval men Vine ishlab qo'ydim, avval men gulguli video ishlab qo'ydim. U foydasiz ekan, u bo'shacha ekan emas. To'g'ri, ichida cringe bo'shacha narsalar ham aytgandirman. Shu davrim shunday narsa talab etdi, aytdim. Endi bayonolar nechik bo'ladi deydigan bo'lsangiz, bayonolar shu biron bir videoni ko'rgan vaqt haqiqatda chuqur o'ylantirib qo'yadigan, ham bir aytgan ishingizdan o'zingiz bir kepatadigan o'zim tarafdan qaraydigan bo'lsak, misol uchun telefonda Vine olishdan zerikdi, ruhiyatim zerikdi. Misol uchun oddiy kamera qo'yiladi, la uriladi prosmotr misol uchun. Kamera bilan ishlasim bordir, zvukini e'tibor aytasim bordir. Hozir oxirgi videom ko'rdingizmi, ko'rmadingizmi bilmayman. Dublyaj etilgan har bir gap dublyaj aytasim bordir. O'zim soundtrack yozdirasim bordir. Aynan o'zimning kontentim bo'yicha. Bu soundtrackim misol hit bo'lar balkim keyinchalik. Hozirgi kunda shu aktyorskida o'qiganman deb turibman-ku, yana tashqi ko'rinishim o'zgardi. Avval men samiz bo'lardim, 142 kilodim. Samiz bo'lib turib men jiddiy rol o'ynab bilmaydim. Mening tashqi ko'rinishimga tushmaydi. Misol samiz bo'la o'tirgan uying neda desa, gulgili-ku misol. Ya seryozni gaplashsa qabul etish qiyinroq. Endi aytsakim tipajim shuniyroq edi. Hozir ozg'animdan keyin yana iplos odamlar ham o'xshayman, yaxshi odam ham o'xshayman deb bilaman. Shuncha aktyorskini bir turini ochish uchun bayon o'tdim. Zo'r gap yo'q. Shaxsiyatingiz haqida gapirdingiz. Shu o'rinda bir savol beraman sizga. Eng tushkunlikka tushgan vaqtingiz bo'ladi-ku. Shu vaqtda nechayotgansiz? Nechayotib turib vaziyatdan chiqqansiz? Shu haqida aytib bersangiz. Buni hozir odam chiqarmayman desam. Yo'q. Eng tushgan holatdami? Bu vaziyatini qarab, misol uchun men gaplashaman ko'proq odamlar bilan. Misol uchun mendan nechikdir muammo bo'lib turibdi-da, shu muammoga yechim topib men qiziq turibmanmi, shu muammoni yaxshi biladigan yoki shu yo'ldan o'tgan odam bilan bir gaplashaman. Undab gaplashaman. Demam o'zimni aytmayman, misol uchun palankasimda shunday bo'lib turibdi ekan deb. Misol. Donishimda shunday bo'lib turibdi-da. Gaplashaman iloji boricha. Misol, dim shaxsiyat bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, uning muammoga duch ko'rmadim. Ya'ni o'zingizdan boshqa hech kim hal etib bilmaydigan vaziyat. Zo'r. Ijod haqida gaplashdingiz. Masalan, hozirgi kunda odamlarni kuldirish bo'yicha aytdingiz o'zingiz. Shundan chiqib, nega o'tatirman, ya'ni kino stilida. Endi biz ijtimoiy tarmoqlarda ko'ramiz, haqiqatda shunday videolar ko'p. Aynan shunga o'tishi sizda eng durtki bo'lgan narsa nima? Birdan narsa bo'ladi-ku baribir. Birinchilikdan shu yuqorida aytganim o'zimga yoqmay boshladi. Shu o'zingiz yoqmadi eng asosiy narsa. Aynan misol o'rta yosh hisobot necha yosh hozir? O'lim nasi yoshi? Deylik, hozirgi kunda O'zbekistonda 70 yosh. 70 yoshda baqqarida bo'lsak, bilmayman, men yodim o'ynatib fikrlab turibman fantastik, lekin misol uchun 70 yosh yashab turguncha agar Xudo umr beradigan bo'lsa, uni necha yil maksimal darajada foydalanib bilamiz. Misol siz, men, misol men komediyada necha yil yurib bilaman. Faqat shu yo'nalishim bilan ko'rinish emas, banda men aytib biladan yana boshqa talentim bor degan maqsad. Misol keyinchalik qo'shqam aytib ko'rjakman. To'g'ri, ham o'zini ishini aytishi kerak, lekin u ishni ham qachondir kimdir o'rganadi-ku. Keyin o'zini ish etib oladi. Zo'r. Baribir o'zini yoqqan ishni qilishi kerak odam deyaksizdan, to'g'ri? Shu ma'noga gapiradi. Menimcha shunday. Biz ham yoshlarga ta'lim bergan vaqtimizda o'zingizga yoqqan kasbni egallang deb aytamiz, shunga to'g'ri gap turibdi. Zo'r. Ijodingiz davomida o'zingizga yoqqan eng yaxshi videongiz va shu video lekin prosmotr yemagan. Shunday videongiz bormi? Mening videom bo'ladi, demam yemagan deb bo'lmaydi prosmotrni. Lekin bilaman. Deylik, savolni sal o'zgartiramiz. Eng yaxshi ko'rgan videongiz bormi? Eng yaxshi ko'rgan, hammasini yaxshi ko'raman. Realni yaxshi ko'raman. Hammasini vaqtim ketgan-ku. Hammasini vaqtim ketgan.
Mende özümün keserlik bak koyamam koyun koğandan ki aşı günün polini ne de ötedi. Bu kommentariyada nauda yaz turtdu, kim nauda kabul etdi. Zo'r, gap yo'q. Shu temani ochganmiz. Bizda hozirgi kunda shu ijtimoiy tarmoqlarda obunachilar soni oshib turibdi. Aytganingizdek, meniga ham shunday bo'lib qolayotiradi. Keyin men meni vaqtim yetmasin dadimdan men shogirdlarga berdim. O'sha Instagram asosiy profilini. Doğru Men aytasiz. o'zim vaqtimni yetirmayin o'sha kontentlarni, izohlarini, negativlar ham ko'payib ketib qoldi. Shuni o'qimayman, vaqtim besamar ketmasin dedimdan shuni aytdim. Doğru. Qanchalik to'g'ri? 100% doğru. Bu bunun hakkında keserlik bok kaldı o keyinchalik. Misal telefonsuz net bilmiz, oturup bilmiz. Her 5 minutda telefona qarayverasiz köylü. Mende g'ir toza shunday holat. Men ham qachondir qutulaman lekin. O'shansa miyamda shu fikr bor-ku, ya'ni yomon ish etmaslik kerakda. Yomon ishdan o'zim uchun zarar. Ozon bilan turish bilan Telegramga Instagram bo'lsa ish qilib telefona qarasa zarar-ku. To'g'ri. Shunda blogerlar Sinak ko'rganmisiz? Shu narsani? O'zingizda sezganmisiz? Sezganman. O'zgarish bo'lganini? Misol uchun ozonda turdingizda bir baring yarim soat, 1 soat telefonni umuman qaramay, yuvindingiz, o'zingiz choy ichdingiz, misol uchun, oshunda aytib kunni boshlab berdingiz. Lekin ozon bilan turishingiz bilan Instagram hamma yerlarga girib dopaminni olib keyin turgan kuningizni ikkisini farqini sezganmisiz? shuni aytchakadi. Biz shuning uchun bizlar telefonni iloji boricha shu zaryadga qo'yib uzoqroqqa qo'yib bormaslik uchun keyin uxlashga yotamiz. Menda ham boshimda aytadi. Yo'q, men aytsakim, shunda blogerlarning deyarli ko'pchiligi shunday hozirgi kunda. Bilmayman kimdan ichik, lekin menda shunday ish qilib qo'ygan gurim ko'proq fokusim ketib qoladi o'sha videoga o'zim bir mehrim boshqacha bo'lsa o'sha videoni. Shu demak, xo'p, mayli, video zo'r chiqdi, gap yo'q. Lekin baribir shuni qarash xato deb hisoblaysiz shunda. Hozirgi yoshlarimizga shunda tavsiya. Yo'q. Qarash kerak. Ma'lum bir vaqt qo'yib qarash kerak. Misol uchun me'yorda deysiz. Me'yorida qarab bilish kerak. Shunda u odamlar ham bekordan bekor yozmaydi axir. Balkim men chiqarib turgan fikrim, yuritib turgan fikrim xatodir. Buni o'zi xalqni o'zi tushuntiradi-ku. Kommentariyada misol haqiqatda zo'r narsa bo'lsa, zo'r ekanligini maqtaganlarni ko'rib, netasiz bir duxalasiz o'zingizga. Bir motiv bo'ladi-da. Agar xato bo'lsa, misol uchun haqiqatda men fikr o'yda men xato fikr yuritib qo'ygan bo'lsam videodan kommentariyada o'sha fikrimga bo'lgan pretenziyalar ko'payaversa, men o'tiramandan rostdan xatom ekan-ya deb o'ylab ko'raman. Zo'r. Pul haqida gaplashsak, sababi bilasiz, bizning sohamiz ham pul bilan aloqador. Buxgalteriya sohasi, Finland akademiyasi moliya va buxgalteriya sohalarini chuqurlashtirilgan tarzda o'rgatadi. Birinchi katta pulni qachon topgansiz va nimaga sarflagansiz? Katta pul bo'lishi kerakmi yo birinchi topilganimi? Katta pul, masalan, haqiqatda o'zingizni sharoitingizdan kelib chiqqan holatda va o'zingizdan kelib chiqqan holatda shartnoma tuzdingiz va shu katta pul edi. Apamga berganman. Meni potensialim bo'yicha shu vaqt summa men uchun katta pul bo'lgan. Lekin katta pul yo'q etganman, lekin o'zim topgan katta pulim shu bo'lgan. Bir distributor bor edi, Xudoy odlar yodimdan chiqib ketdi. Bu aytasi gelmeninden emas, aytsak aytib yodimda bo'lsa. Ayting. Chips reklam etganmiz. Lekin Recep Bayan poddesh etgan, rejisi ish bor-ku. Aşağı bergen şu reklamını hava. Video işlegenimiz 2,5 milyon ağam var şu vaxt. İşte blogerlikte. Bugünçe geyenden keyin. Bunun eldiren pul tapkan var ki. 2,5 milyon şu blogerlikten arkasından taptım. Birinci məs indi. Birinci şu alğan katta summa mədi. Birinci kolum alğan katta summa 2,5 milyon. Bir dana video işləyimiz 5 minlik bərkət gəldi. Yani paçka 5 minlik edi. Yomasa öngən mən. Bir korobka onu chips nərsələr bərilgən. Şu reklam açışım üçün gərəkli bolğan nərsələr Sultan Kola. Sultan Kola bilan chips vardı. Hazıran bu chipsdən dükanlarda durtda onu acı mini uzun çak boladı. Aslında 2,5 milyon korobka içində pul var idi. Hot chips mədi? Şuning chips. Adamda yo'qlar. Zo'r. Xo'p. Pul topsiz? Akıl qachon topasın? Yo'q. Siz ijod etadigan insonsiz. Ijodni buzamagan pul. Ya'ni kamaytirib tashlaymi? Komfort zonada diqib bersa buzadi.
Ya'ni sizning komfort zonangiz diqqatmi deb savol berishim kerak. Diqqat on. Diqqat. Balki hozir ham komfort zonadadurman. Diqqat. Komfort zona diqqat. Tushunarli. Xo'p, sizni pul topdingiz, mashhur inson bo'ldingiz va mashhurlik sizda yon atrofdagi insonlarni o'zgartiradimi? Ya'ni do'stlarni kamaytirib yoki ko'paytirib? Zo'r. Aynan shu tema haqida gaplashsak. Bu kamayishi, ko'payishini bilinmaydigan ne ko'payib boshlaydi sizga. E'tibor ko'payib boshlaydi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Keyin xafa bo'ladigan odamlar ko'payadi. Realni xafa bo'ladigan odamlar ko'payadi. Endi u narsani ham tabiiy ravishda to'g'ri qabul etish kerak deb o'ylayman. Misol uchun, men o'zimdan gap chiqadigan bo'lsak, men avval ham shu Bekzod edim. Men o'zim fikrlashim bo'yicha shu avvalgi Bekzod edim. Hozirgi xarakterlarim, hozirgi privichkalarim undajim, misol uchun avval nechik bo'lsam, shuni men o'zim fikrim bo'yicha. Lekin faraz eting, meni bunday ekanligimni, meni yonimdagi, yon atrofimdagi odamlar balkim sezmaydir, balkim ko'rmaydir. Nechun desa, u vaqt menga bo'lgan qiziqishi, menga bo'lgan e'tibori sal boshqacha edi. To'g'rimi? To'g'ri. Keyin e'tibor kuchaygandan keyin size bir fokusu qaragandan keyin bu xarakterlaringizni ko'rib balkim xafa bo'lar. Ham eminning narsa bor bizda. Siz aytgan ishingiz yomon bo'lib ko'rinadi-da. Misol uchun, qaysi temada aytib bering? Jo'rali temasindami yoki qarindoshlarmi? Yine qarindoshlar haqida gaplashadigan bo'lsak, aynan men shu bir narsaga uspet etmadimki, telefonimni ko'tarib olmadim. Biron bir ish etib turibman yoki shuni vaziyatni masada men ko'tarib bilmadim. Men уже birinchi chiqish emas, ikkinchi chiqishdan keyin fikr siraz o'zgaradi. Bo'ldi, уже bu o'zidan ketib qoldi, bu telefonni yo'q, endi bo'lar, shunday axı bo'lar. Hacha bu piching guring bo'ladi, ya'ni deyzi bo'ladigan guring bo'ladi. Naqli qoratilmasam, ya endi senda vaqt bo'lamaxi. Bizda oddiy odamlar adak qo'yadi. Men lekin o'zim xola buni ishatimman yoki nozlo bilan yuratimman. Men avvalam telefon ko'tarib olmayman, lekin vaqt yodda qolma. O'zi telefon ko'tara olmay qolgan vaqtingizdan qaytarib chiqasizmi keyin ularga? Qaytarib chiqaman. Har doim emasdek. Har doim emas. Balki yodimdan chiqib ketadi. Lekin ko'rish ehtimolingiz necha? Ko'rmasligingiz ham mumkin-ku. Ko'rmaslik men bor, nima bo'ladi? Shunday holatlar bo'ladi. Bo'ladi, nim ko'p bo'ladi. Tez kallamdan chiqib ketadi. Misol telefonni qarayman, palankasi uribdi qo'ying, lekin men telefonda qo'yatadan ishim bor. İşini koyup berin ya, imana bir neseni gösterin, gösterme. Gördün mü, o zor mekan, o imniyetemizden bunu dedi. Aslında telefon kiseye giredi, bir yere kakitedi da. Ki başka işler bilen yürüsün, ben de ucu yaddan çık gitedi. Prap şunniye girip çık gittim ki ben görünmeydi ki telefon yani, misal için girmez değildi. Bu gap biz indi... Dün meydeleş düşüntürdüm ben ne ki? Gap yok. Şunda bu gap biz azı düşünmü yürüyen, blogerlerini, vaziyetini düşünmü yürüyen qarindoshlarga desak bo'ladi ekan. Balkim tushunasizlar kelsa, lekin o'zlarining ichida tushunmaslik xohishi kuchli bo'ladi bo'lsa, bemalol shu pozitsiyada yashaysinlar. Nima uchun desa, biz hamma birday qilib bilamiz-ku. Men endi tushunib boshladim, aql o'rgatish yoki bir ibida ko'rib o'tirganlarga bir aqlli ko'ringan maqsadda aytib turamiz, ichimdan gap turib aytib turibman. Hech kim birday qilib bo'lmaydi-ku baribir. To'g'ri, savollar ham bermaganmiz Bekzod Botirovga, Begipovga. O'zining ichimdan gaplar turibdi, savollar menda. Savollar bermaganmiz. Bekzodbek, xo'p, endi jamoa haqida gaplashsak. Jamoangiz katta, bilamiz. Shu ko'rganlarim jamoangiz axir, ko'rgan insonlar. Ha. Siz jamoangiz. Ha. Yashang. Jamoada eng muhim narsa nima ekan? Professional bo'lishmi yo sodiq bo'lishmi? Shu haqida o'zi jamoangizdan kelib chiqqan holatda jamoangizdagi insonlardan bir ochib bersangiz zo'r bo'ladi. Sodiqlik menimcha har doim birinchi o'rinda bo'lsa kerak. Nechun desa, qolgan narsani shakllantirsa bo'ladi-ku insonda. Sodiqlik shakllantirib bo'ladimi, bo'lmaymi bilmayman. O'zingiz fikringiz nechik shu narsa? Meni fikrim, albatta professional bo'lish ham bu bir maromda bo'lish kerak. Ya'ni ikkisi deyarli dang meni fikrimcha. Professional bo'lmagan odamni sodiq bo'lgani bilan ham uni yoningizda olib yurganingiz bilan, lekin professional emas, ishingizga zarar etkilaydi deysiz, to'g'rimi? Lekin uni professional etish o'zingiz qo'lingizda bo'lsa. Yo'q, to'g'ri aytibsiz. Lekin professional bo'lish bo'lmaslikni insonni o'zi hal qilganligi uchungina bu fikrdaman. O'zi hal qiladi uni. To'g'ri. Sodiqlik menimcha mening albatta sizning fikringiz men uchun muhim hozir bo'lganda aytavering. Shu men umumiy so'rab turibman sizdan, aynan jamoada eng muhim narsa sodiqlik. Nima? Professional bo'lishmi, sodiq bo'lishmi va o'zingiz jamoangizdan gap chiqqan holatda to'liq bir tushuntirib bersangiz. Jamoangizda necha kishi bor? Hozirgi kunda
Jamoamda To'liq ochib beravering, netib o'tirmang. Ochiq aytib. jamoamda O'sha kim? Jahongir bor, to'g'rimi? Ha, Keyin kim edi unaqa? Erkin. Erkin Manako bor. Ha. Erkin bor, Jahongir bor, Aziz bor, Dinara bor. Hammaning o'zining pozitsiyasi bor. Hozir Bir jamoa ishlatib tursizlar. bir jamoamiz, lekin hammaning o'zining pozitsiyasi bor, o'zining profilida yuradi. Shuning jamoada sodiqlik muhim bo'lishi kerak. Qolgan ishni o'stirsa bo'ladi, odamlar shakllantirsa bo'ladi. Hammasi professional shunda. Yo'q. Men o'zim professionalman deb bilaman o'zim. Professional. Hech qaysimiz professional emasmiz. O'rganuvchi insonlar, endi o'rganishga o'tirgan. Biror xodimni ishdan bo'shatish vaziyatiga kelgan vaqtida nechap qaror qabul qilasiz? Yaxshilab o'ylanib, shans berib, o'zimni qiynab, o'zimni bo'ldi degandan keyin. Bo'lganmi shu narsa? Ha, bo'lgan. Inson bilasiz, o'zini ko'p stressni oladi Ha. va shundan o'zini o'zi xiyonat etadi. Eng katta xiyonat deb hisoblayman men bu narsani. Sababi harakat qilib tursiz, shunchalik jamiyatni o'zgartirishga, jamiyatni o'zgartirishga emas, siz o'zingizni bilimingizni shu jamiyat uchun sarflashga harakat etasiz. Va o'sha bilimingizdan ortidan o'sha jamiyat orasida bo'lgan vaqtingizda qandaydir stresslar keladi. Va o'sha stressga tushishingiz siz o'zingizga xiyonat hisoblanadi-da. Sizdan chiqgan shu narsa. Nechab yengasiz u stressni? Masalan, o'sha xodimni ishdan bo'shatirsiz, qanchalik qiynalgansiz, endi o'zingizdan Ha, yo'q, men yonimdan odam ketsa qisliqmanman lekin. Shu narsani aytib turibmiz-ku. Balkim u ham, lekin asosiy siz aytdingiz-ku, imkoniyat berib, shu vaqtda qisliqqansiz-ku baribir. Ha, qisliqqanman real. U yo'q, qisliqmasa ham bo'lmaydi axir. Ya'ni to'g'ri qisliqqanimiz bilan hech narsa hal bo'lmaydi. Yechim aytishga borilgan xatti-harakatlar orqali odam muskammada asab tizimi bor, o'sha asab chiqib olinadi. Uning bo'lmasa ham bo'lmaydi menimcha. Nechun desa, u bir o'zingizga bog'liq emas, bir siz pozitsiyangizdan qaraydigan narsa emas. Nechun desa, yoningizdagi odam siz pozitsiyangizni, mas'uliyatini tushunmasa, siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, asabiylashasiz, bunga ta'sir o'tkazingchi. Kimdirlar asabingizdan qo'rqib dayangiz etadi, kimdir o'zingizni jonli hurmat etadi. O'zining shaxsiy chegarasini yaxshi bilgan odam sizni asabingiz taraflama o'tsa, o'zini o'zi loyiq ko'rmaydi. Kimdirlar sizni asabingiz chiqqandan keyin o'zini eshitgan gapini o'ylanadi-da, men loyiqmanmi bu gapni o'zi aynan bu odamni eshitishga yoki men bunni gapni eshitishga o'zi men majburmanmi yoki men loyiqmanmi degan fikrlarni aylantirgan odam astan to'g'rilanadi-ku. Shu davrda asabim chiqib aytganman. Zo'r. Zo'r emas. Xo'p, siz asabiylashmaysizmi? Finlandiyada buxgalteriya kursida misol uchun 30 dona bolani mas'uliyatini bo'yningizga qo'ysiz, bir dona mas'uliyatsiz o'qituvchingizni deb 30 odam zarar keltirtirdi-dan, sizni odingiz bulashib turdi. Yo'ldoshlikni Finlandiyada bo'lmaydi ekan, men bolam o'rgatib bilmadi. Lekin siz shunchalik mehnat etgansiz, shuncha harakat etgansiz, lekin banda o'tirgan bir devona sizni fikringizga qo'shilib bilmasa, sizni o'ylagan maqsadingiz yo'linda bir maqsadda emassizlar, ikkingiz boshqa yo'ldasizlar. U majbur sizdan oylik olish uchun 10 soatini o'tkazish uchun yo 4 soatini o'tkazish uchun kelib turibdi-dan aytib turibdi. Bir mehr bilan yondashmay turibdi. Yoki mas'uliyatsizlik aytib turibdi-dan mehr bo'lgandan keyin mas'uliyatsizlik aytadi. Darsga kech kelib turibdi, o'zining darsini vaqtida o'tmay turibdi. Keyin asabiylashasizmi? So'kasizmi unga? Yaxshi bir aytganda endi aytma deysiz misol. Aytma lekin bu bizani kompaniyaga yoki meni odima yomon minus o'ynaydi aytma deysiz, to'g'rimi? To'g'ri yaxshilikla to'g'ri aytdingiz deydidan chiqib ketadi. 3 kundan keyin yana shu ashibgan takrorlaydi. O sen mana shuni indading-ku. Yana shu ashibgan aytib tursan. Yo bo'ldi, Xudoy bu sapa immuniy vaziyat oldi-da, bu odam muskammamiz, siz ham odamsiz, sog'liqingiz bir narsa deydi. Yaxshi aytma, joning nolani sen yaxshi qadrsan, men sen hurmat etaman, aytma lekin. Yaxshi 4 kundan keyin shu ashibgan aytib turibdi. Galasdan sen men jillamanmi? Qani gapingda turganing deysiz, asabiy chiqamoqi. Chiqar. Xo'p. Bekzodbek, endi yoshlar haqida gaplashsak. Yoshlar bugungi kunda nima qilsa kelajakda daromadli kasb egasi bo'lib, o'zini yoqtirgan ishini egallab, oilasini yonida bo'lib hayot kechiradilar deb o'ylaysiz. Shu haqida gaplashsak. Mening fikrim bo'yicha o'zi yaxshi ko'rgan kasbni tanlasa.
Özünə yaqadan işni mehr, muhabbət bilan bir yondaşıb etsə, hozirgi gündə любой kasb markasından yaxshi daromad topsa bo'ladi deb o'ylayman. To'g'ri. Immuniy narsa bor, bilasiz-ku, menimcha eshitgansiz. Bozorda etib turgan ishimga ehtiyoj bo'lmasa nishating desa, misol uchun, demak, ehtiyoj bo'lmasa ehtiyojini yarat. Sen yarat ehtiyojini misol. Ha, shu narsaga. Misol yana siz uchun eng oddiy kasb necha? Misol, immuniy hayol o'tgan shular ham pul topolmay ekanda, ishini narsa ichidan. Kim pul topolmaydi? Yo'q, sizda bo'lganmi shunday? Bir odamni ko'rdingiz, bir ish etib turganini, shuni arkasından pul topib bilaman ekan bu odam deb o'ylanganmiz. Endi o'ylanganman, masalan, bozorda sotib o'tirgan narsalari o'tmaydigan deb qaragan vaqtlar bo'lgan, bozorda o'tiradiganlar lekin ko'p holatlar. Lekin o'sha narsani mehr bilan, muhabbat bilan o'zi etib turgan ishdan faxrlanib, bir maqsad qo'yib, yaxshi ko'rib asosan shu ishini etsa, misol uchun. Ya'ni misol tariqasida alaylik, o'ymakorlik. O'ymakorlik. Misol tariqasida olinib turibdi bu narsa. Naqshni o'ymakorlik. Shunga bozorda talab nichali darajada kuchli deb o'ylaysiz. Misol kam, to'g'rimi? Hamma ham o'ymakorlik narsa yaxshi tushunmaydi yoki qiziqmaydi, to'g'rimi? Ehtiyoj past boshqa narsalarga qaraganda. Balkim biz hozir xatoni ajratib turganmiz. Yo'q, balkim aynan eshik bu misol sifatida olinib turibdi. O'ymakorlikdan o'tilgan eshik. Misol tariqasida olinib turibdi bu narsa. Balkim haqiqatan zo'rdir. Xullas, shu eshikni oddiy stanokda chiqib turgan eshikka qaraganda mehnati og'ir, uni ko'pchilik tushunmaydi. Bozorda talab yo'q. Talab no'dan o'zi yo'q bo'ladi. Tushunmaylikdandir balkim, shu narsani ko'zi bilan ko'rmaylikdandir balkim. Bozorda talab kam bo'lgandan keyin shu etib turgan ishini yaxshi ko'rgan odam, shu kasbini yaxshi ko'rish boshqa tema, shu kasbning arkasidan yaxshi ko'rgan kasb arkasidan yaxshi daromadga chiqish bu vobshin boshqa tema-ku. Misol shu yaxshi ko'rib turibdi, zo'r ish etib turibdi, zo'r kasbi bor, gulning hunari bor, o'ymakorchilik, o'ymoqli, naqshli eshiklar chiqaradi, lekin bozorda talab kam. Etib turgan mehnatine yarasha savdosi bo'lmaydi. Keyin ichki hafsalasi pir bo'ladidan bo'lmaydi ekan deydidan Rossiyaga ketib qoladi. Rossiyada keyin nechik bo'ladi? To'yini ishlab pul topish uchun ketadi, to'yini kerakli pulni yig'naydi, qaytib keladi, to'y etadi. To'y etgandan keyin ishlatish kerak. Oilani baqish kerak, mas'uliyat bo'yniga yuklandi. Keyin Rossiyaga ketadi. Keyin balasi bo'ldi. Beshik to'yini etmakka keladi pulingni, keyin ketadi, keyin vaholanki bu lahzalar muhim deb o'ylayman lakaga. Mayli uylanmayman ko'dan, lekin men hozir o'ylayman, misol uchun oilada bir davra bo'lib o'tirish, balang bo'lgandan keyin uni qo'lingga olib erkalashing yoki unga tarbiyasida o'zing mehnating singanini o'zing ko'zing bilan ko'rishing, ota-onang qarib borayotgan vaqt ularni yaxshi sharoitda yashatib, shu ota-onani qadrini yetib, nechikdir ma'noda uning qarrilik gashtini surayotganini ko'rib his qilib bilish ham keyf, misol uchun, to'g'rimi? Shu lahzalar o'tib ketadi, o'zi bilmay qoladi. O'zi yashash missiyamiz nima? Faqat pul topish, to'g'ri, bizning burchimiz. Lekin bu yondagi nang shaxsiyatning, misol uchun umringiz 10 yillab Rossiyada o'tib ketdidan 10 yilni 30 lizminga qarandi. Lekin siz 30 mada siz fikringiz bo'yicha siz oilani yaxshi yashating degan bir halol pul toping degan maqsadda ketib tursiz. Lekin bu yoqda lahzalar qo'ldan chiqib ketadi-da. Xo'p, shunda mavzudan chetlashib ketdim, to'g'ri, hozir aytib beraman, qarab turing. Misol uchun shu eshik o'ymakorligidan daromadi bo'lmagandan keyin, savdosi bo'lmagandan keyin, lekin yaxshi ko'rsam, bu yoqda opasi yoki akasi och bo'lib o'tirgandan keyin ko'zi qiymaydi-ku, hamma shu yaxshi ko'rgan kasbdaman deb yurib bilmaydi-ku. Keyin ketadi. Agar shu narsaga bozorda ehtiyojini kuchaytirib bilsa, misol uchun aytib turibman-ku, hozirgi kunda imkoniyatimiz dim keng, aynan virtual kuchli qurol. Hammada telefon bor, hamma internetdan foydalanadi. YouTube bo'lsin, Instagram bo'lsin, TikTok bo'lsin, Telegram bo'lsin, shu narsa orqali bozorda o'zining talabini ko'rsatib chiqarsa bo'ladimi? Misol uchun shu o'ymakorlik naqsh orqali chiqarilgan eshikning nichali darajada sifatli ekanligini, unga nichali darajada ko'p xizmat etib berishini, o'rta hisobda qarayda bo'lsak, misol uchun 10 yildan bir marta yoki 5 yildan bir marta eshik almashtiradi falon so'mdan, lekin inamini qo'ysa, ko'p xizmat etib berishini xalqqa tushuntirib berib bilsa, avtomatik o'zini savdosi ko'tariladi qoq. To'g'ri. Keyin kengayadi, zavod quradi o'zi, stanok ishlatib boshlaydi o'ymakorlik bo'yicha. Yo'q, zo'r. Bekzodbek bu Rossiya masalasini aytdi. Bugun bir o'quvchimiz Rossiyaga ketdi-na.
maqsad pul topish, uylanjak. Demak, o'sha uylanjak bolalara siz aytgan bo'lardingiz, uylanib turib iloji bo'lsa ketmaslikni tavsiya etgan bo'lardingiz. Iloji boricha hozir to'g'ri tushunaman. Meni yomon ko'radilar hozir. Musofirlik haqida gaplasam, kommentariyada yozadilar. Nechun desam, musofirda yurgan yurtdoshlarimiz bor haqiqatda. U narsa yoqmaydi ularga. Chunki bu yerda ish yo'q degan fikr ham bor. Balkim fikr bordir. Endi har kim taqdiri har xil-ku. Balkim shu majburiyat bo'lib ketgandir, lekin odam ozgina sabr etib, biron bir narsaga fokus qaratib bilsa, hozirgi kunda topsa bo'ladi, ag'a, yaxshi pul topsa bo'ladi O'zbekistonda. O'zbekiston o'zimiz Urganchda misol uchun yaxshi pul topsa bo'ladi. Yaxshi ko'rib bir ishni kalla bilan ishlalinsa, yaxshi daromad chiqsa bo'ladi. Lekin ozgina sabr kerak. Любой ishda qiyinchilik bo'ladi-ku. Zo'r. Bizda shu xato shakllangan, xato ichimizda fikr shakllangan. Biron bir ishni boshlashdan oldin shu ideya tug'ilgandan keyin sразу natijasini yaxshi o'ylaymiz-da, zo'r vaqtimiz ketadi shu narsa. Misol biron bir ishni boshlashdan oldin shu ishni atamandan fikr tug'ilgandan keyin uning natijasi bizani so'ntirib boshlaydi. Hali yo'q natija u. Shuning natija bo'ladi-da. Shuning natija bo'ladi. Men mashina minaman, uy minaman, to'y etaman, kiysamda paloncha so'm pul yuriydi, yoki imni ishlatib tashiyman degan narsa уже miyamizga singib boraveradidan uni dozasini zo'r oladi-ku miya. Dopamin zo'r ishlab miya zo'r kiradimi? Keyin shu yo'lda уже qiyinchiliklar boshlanadi-ku. Sinovlar gap boshlaydi, qiyinchilik bo'ladi, shu kasbni boshlagan ishi o'xshamaydi. Ana keyin bizlar yoqmay boshlaydi u ishdan. Uchinchi biz miyani zo'r do'ydirib berdik-ku natija bilan. O'zi umuman qaraganda shu yoshlarimizni orasida shunday bir tushuncha bor. Hozirgi kunda diplom olish kerak. Diplom oladigan bo'lsam, men shu O'zbekistonda yashab, yuqori daromad ko'rib bilaman. Diplomsiz bo'lsam, daromad ko'ra olmayman, Rossiyaga ketishim kerak. Ya'ni o'qishga girmadi, 11-sinfda bitirdi bola. O'qishga kira olmadi. Bu degani diplomsiz qoldi-ku. Nera Rossiyaga ketaman. Uni maktabdan kerak bo'lsa ko'pchilik eshitgan holatimni aytib turibman. O'qishga kira olmagan bolalar endi Rossiyaga ketdingmi deb aytiladi-da. O'zimni klassdoshlarim ham shunday bo'lgan masalan. Shu fikrni chiqarasiz, diplomli odamlar bilan diplomsiz odamlar. Hozirgi kunda diplom umuman kerakmi deb o'ylayman. O'shancha diplomni arkasida ishlab yurgan odamlar ham zo'r oylik olib yurganini ko'rmadim. Ya'ni ko'rganman. Kasbimdan gap chiqib. Ya'ni o'qigan mutaxassislikdan gap chiqib. Kasb o'rganganlar yaxshi deb o'ylayman. Odam biron bir kasbni yaxshi o'rgangani yaxshi, diplom uchun harakat etganda. O'shancha men o'zim diplomim bilan 1.800.2 millionlik olganman. Ishga ko'rganman. O'zim mutaxassisligim bo'yicha. Bolalarga dars berib ko'rganman. Pedagog bo'lib. Lekin 2 million so'm oylik ham men bu yurishim bilan yashab bilinman ha. Shuncha aytib turibman, kasb. Xo'p, bugungi kundagi yoshlar demak, kelajakdagi eng katta quroli kasb ekan, tushundik. Shu kasbni o'rganishlari uchun o'zidan chiq xarakterlarni shakllantirishi kerak deb o'ylaysiz. Masalan, tez natija kutadigan yoshlarimiz bor. Shu yoshlarga bir tavsiya aytgan bo'larsiz. Qat'iyatlilik birinchi o'rinda. Shu kasbni o'rganish uchun qat'iyatli bo'lib, uning fikri ham paydo bo'lishi mumkin hozir ko'rib o'tirgan odam ichida. Mavzudan sal chetroq narsa, misol qat'iyat bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, men hozir misol qat'iyatlilik deb turibman-ku, lekin men o'zim ozish bo'yicha qat'iyatsizlik etib operatsiya ettirgan odam sifatida balkim erish tuyular ko'rib o'tirgan odamga qat'iyatlilik haqida men gaplasam. Lekin isha bo'lgan qat'iyatlilikim menda boshqa pozitsiyadaman. Tanama bo'lgan qat'iyatlilik haqiqatda men to'lmagan bu narsani. To'g'ri aytishingiz mumkin, birinchi o'rinda talasini xiyonat etgan odamni chatib kasbini sodiq bo'lishi mumkin deb. Lekin menda pozitsiya boshqacha. Menda saxir kuchayib botiradi. Nichatin qat'iyatliligim o'sha vaqt o'tizib o'lganim yaxshimi yoki buning variant tanlab turib o'zimni umrimni sal bo'lsam yashatish uchun ishlaganim yaxshimi? Intizom bilan qat'iyatli bo'lsa bo'ldi, uchinchisi natija bo'ladi. Sabrli bo'lishchi. Sabrli ham bo'lsalarmi? Ha, sabr ham kerak lekin haqiqatda. Endi sal boshqacharoq savol. Agar hayotingizni noldan boshlash kerak bo'lib qolsa, yana shu yo'ldan davom etarmisiz? Nechasi davom etgan bo'larsiz? Shu yo'ldan davom etgan bo'ladimi?
Eğer imunan doğru düşünüş gerek. Başından başlayıp hazırga etken işlerim yodumda kaladım. Qaladı deb Kaladı dep hesaplaydım. Olsa, конечно, hazırki yolum təllidən. Etken hatalarım etmeyi dedim. Lakin şu sanırım etken hatalar. Ders bo'ldi. Yaşayın. Yani ikinci tarafım var lakin zor savol beripsiz lakin. Ha. Misal üçün Atsayarek. bir adam gördüm ki doğru mu? Belki başka kesip burk görgen ben bula dedim. Eğer onun imkaniyeti yok ku da indi bolsa. Vallanam görüp kalasız yeradı ku başka kesip. Endi baribir nichik bo'lishidan qat'iy nazar, men noldan boshlash kerak bo'lganda endi sizdan nichik javob ketganimni aytmoqman. Yana shu yo'ldan davom etishda degan javobingizni qo'llab-quvvatladim. Faqat endi siz qilgan xatolarimni qilmayman degan javobni kutgandim-da. Ha, shunday dedim-ku. Sal boshqacharoq aytdingiz emasmi? Qilgan xatolarımı başka etmeyeyim. Bilmem qilmayman dedim. Ha, sen qilmaganimdan natija zo'r tez chiqadi dedim. Ha, tez chiqish varianti bor lekin. Tez chiqish varianti bor, zo'r. Xo'p, endi men bir savolim bo'lsa, bu как sal boshqacharoq savol. Ya nima deysiz uni? Qiziqlidan savol. Ha. Shuning uchun ochiq javob berishga menimcha harakat etsangiz zo'r. Yaxshi. Qiziqarli bo'ladi deyman-da. Eshitganmiz, sizni ko'rib bilmaydiganlar bor deb. Shular haqida aytsangiz. Sizni ko'rolmaydiganlar bormi sizni? Men nega uni informatsiya ishlaysiz? Eshitganmiz-da. Va ularga fikringiz. Ashu ko'rolmaydiganlarga fikringiz. Adını aytmang yaxshi, mayli. Yo'q, men kallamamga mindirdi. Necha? Ko'rolmaydiganlar borku sizda. Görüp bilmeyden adamlara ne diyeyim? Şu yollarında devam edersinler. Ben biraz ben görüp onun karakterle zenginleştirenler desem toxtamaydılar bu berber. Şimdi onun adamlara mı gerekli ki ağa? Nima uchun? Açıp bering şu mavzuni. Görüp bilmeyden adam mı? Sizi görüp bilmeyden adam bilinmeli lakin onun adamlara mı gerekli oluyor mu? Sizin Levi profillerden giradi size. Bu derecede mi? Axir shu darajada da turmang-ku. Masalan, bu loginlar orasida bo'lishi mumkin. Sizni ko'rib bilmaydi, sizni yomon ko'radi ichimdan. Ha, yomon ko'rasan. Hala ishlarni ta'sirla. Shuna fikringizni aytdim-da. Fikrim hech qanaqangina yo'q, ish sovuq yo'q. Aha. Shu ko'rib bilmaydigan odam yuraversinlar, bilinmay, o'zlari biladi, axir rostdan. Sizni fikringiz nechik? Mendan yoshsiz katta ko'rib bilmaydigan odam hayotingizda kerakmi, kerakmaymi? Sizningcha? Ko'rib bilmaydiganlarni ko'rmagan olaman. Va u insonlarni bilib qo'ygan yaxshi, bilib qo'yasiz va ko'rmagan olib yurishdan. Ha. Hayot davom etib ketaverasiz. Yo'q, o'zi faqat o'zingizga xiyonat etmasligingiz kerak, ya'ni bu degani o'sha ko'rolmaydigan odamlarni deb o'zingizni qisintirib qo'ymasligingiz kerak-da. Agar o'zingizni qisintiradigan bo'lsangiz, siz o'zingizga xiyonat etgan bo'lasiz-da. Ha. Yana bir narsa taktika bilan ketasiz. Lekin bilib qo'yishingiz kerak deb o'ylayman-da. Bilib qo'yish kerak, ha. Qanday u hammasi birdan bilinsa. Ya, xohlamadığımız bilib bilsangiz. Zo'r bo'ladi. Uni strategiya bormi sizda bilish uchun? Yo'q. Lekin sinab ko'raman odamlar. Ha. O'zim fikrlashimdan gap chiqib sinab ko'raman. Sinab ko'rasiz. Ha. Yonimdagi odamlar, hamma emas, yonimdagi odam sinab ko'raman har xillarda. Pulda, emotsional vaqtda, odam shu emotsional vaqtda haqiqiy yuzlari ochiladi deb o'ylayman. Emotsional degani endi nechta turgan vaqtda? Nechta turgan vaqtda. PR masalasi bo'yicha savol bersam, hech qachon o'zingizni sun'iy mashhurlik qilganmisiz? Sun'iy mashhurlik? Ya'ni yolg'on aralashtiribmi? Aha. Yo'q, uni narsa etmayman menimcha. Ya'ni o'zingizga как yolg'on ishlatgan holatda o'zingizni qisqasi o'zi umuman nechik qaraysiz? Oqshom Mansurbek ustozning profilida ko'rib qoldim shu narsani. Bu savolni o'zingiz bilmaysiz. Sun'iy mashhurlik yo'q sizda. Sun'iy mashhurlik yo'q, lekin degani PR u narsa emas lekin. Yo'q, PR emas. Как именно savoldan sizga qarang. O'zingizda yo'q narsa o'zingizda bor deb ko'rsatish. Давайте shuni deb savol bering sizga. Besatbek, o'zingizda o'zi yo'q, lekin o'zingizda bor deb ko'rsatasiz.
Masalan, siz o'zi deylik yo'q narsangizdan bahaybat qilib ko'rsatasiz-da. Shunda insonlar haqida fikringiz nechek? Unday odamlar haqida fikrim yo'q, lekin menda unday narsa yo'q. Ya'ni o'zimda yo'q narsani menda boyish narsa deb ko'rsatmayman lekin. Yo aytmaganman. Lekin o'zimda bor odatlarimni yo'q etib ko'rsatishga harakat etaman lekin. Bu litsemerlikka girmaydi deb o'ylayman. Jamiyatda bor-ku, masalan, o'zi noldan chiqqan bola, lekin yaqindagina kredit mashina oldi. Lekin katta ketib gapiradi. Nimaga? Sabab mashina oldi axu. Noldan chiqdi, gap yo'q. Mashina oldi, gap yo'q. Lekin kredit oldi. Hali o'zi pul ham yig'ib olmadi-da. Shu haqida Masurbek ustoz gapiradi-da. Ya'ni shunday insonlar borki, bular boy, martabali, o'zina to'q, ishidan, lekin sokin. Sababi nima? Daraxtda mevasi ko'p bo'lsa, aynan geldi. Daraxtni mevasi ko'p bo'lsa, bukiladi bilasiz. Shunga o'xshatilganda. Nimaga deydigan bo'lsa, u kibri yo'q odam. Daraxtni mevasi ko'p, ya'ni pulga qiyoslab turibdi, puli ko'p odam, lekin har doim sizni yaxshimisiz, xo'p deb yuradigan insonlar. Lekin o'zi meva yo'q, lekin o'zini daraxtdek sezadi-da, ya'ni kibrli sezadi. Ashuni deb aytadi Masurbek ustoz. Hozirgi savolingizni men ikki xil tushundim. Hozir bu yerda kibr haqida va o'zingda yo'q narsani bor deb ko'rsatish haqida gapirib tursiz, to'g'rimi? Shu o'zinda masalan sizni boyligingiz bor-ku, boyligingiz yo'q o'zi aslida, lekin bor deb ko'rsatadigan insonlar bor. Shu to'g'risiz, o'zi yo'q, lekin bor deb ko'rsatadi. Boylik temasi haqida, mashina masalasi ham shu. O'zi umuman mashina temasi ochilgandan keyin savolimga javob berib keting. Mayli, yaxshi bu savolga javob bermasangiz. Yo'q, men javob bersakman, siz qachon to'xtasiz? Bo'ldi, beringiz. O'zimda yo'q narsani bor deb ko'rsatish menda bo'lmagan dedim-ku. Agar mashina temasi bilan hozirgi kredit temasini qaraydigan bo'lsak, menda kredit bor. U narsa men misol uchun odamlar menda ko'ringli meni mashina bor deyish uchun emas. O'zim xohlanim uchun aytganman. U narsani men qo'llab-quvvatlayman. Yaxshi narsa emas. Kredit mashina olish yaxshi narsa emas. Yo'q, eminning. O'zingizning ehtiyojingizdan gap chiqib, misol uchun shu ishni aytib bilishga o'zingiz yetadimi yoki bir orqaga qarasangiz shuni talablarini javob berib bilasizmi, aytib ko'raring. Agar bu yondagi sizdan talab etilib turgan narsa siz javobingiz yetarli darajada bo'lmasa, u savollarga javob berib o'tirmang. Tushundingizmi? Yashang. Agar o'zimiz dilda aytganda qo'lingizdan kelsa aytib biling, lekin iloji boricha aytmang. Maslahat bermaysiz. Yo'q, misol uchun qarangina, Yo'ldoshbek aka. Menga mashina kerak. Kasb jihatdan qaraydigan bo'lsak, men tez-tez yurib bera borishim uchun, uzoqimni yaqin yetish uchun menga mashina kerak. Lekin men yaxshi pul topib turibman, daromadga chiqib turibman. Shu mashinani birdan yenglashga men sabrim yetmaydi turgandir balkim. Любой bir mashinani qaraydigan bo'lsak. Men shu mashinani olib mindim. Ishlarim avvalgiga qaraganda tez bitib turibdi, daromadim ham shunga yarasha tez o'sib turibdi. Ya'ni vaqtni o'tib turibman, misol. U menga plyusini ishlatib turibdi. Zo'r. Keyinchalik men uni shu topib turgan daromadim bilan tez-tez yapib tashladim-da, o'zimni ketib oldim. Bo'ldi. Zo'r. Yo, men tushundim. Ya'ni siz o'zingizni 907 oling, 970 olmang deb tursiz. Lekin tavsiyatim men deb tursiz. Tushundim. O'zi umuman qaraganda, Axir uchun men bu narsani demam ochilib gaplashmadim, aytaymi? O'zi profilimda chiqarjakman, aynan ish mavzuni kattaroq aytib ekan. Tiklaysiz? Xudo xolasa. Kredit masalasini. Kreditni. Aynan shu mashina temasi bo'yicha. Hozirgi kunda Rossiyaga ketamiz. Masalan, o'sha holatni aytib keting desa, qanchalik buni videoda chiqaramiz bilmayman. Rossiyaga ketgan ukam va borgan, pul topgan, normalniy pul topgan, uyini o'tishi kerak, uylanishi kerak, boshqa etishi kerak. Keldi, mashina oldi. Gentra. Yana Rossiyaga ketdi. Gentra beda qoldi. Ayna 3,5 million so'm adashmasam krediti. Unda to'poylik bor. Yana ketdi. O'zi minmidan mashinani uchun pul to'lab yurish. Beda endi og'asini tashab ketdi, baribir hozirgi holatda, lekin og'asi mashinasiz yursa ham rozi. Bo'ldi, sen o kerak.
kerakmas edi. Lekin Rossiya endi ketdi. Endi u o'ylashi bo'yicha Rossiyada yurajak edi. Keyin izinlar, o'sha kreditlar bilasiz, yana arzonlab ketdi mashina temasi. Как раз eng qimmat davrini eslang, Damazlar ham kreditga chiqarib turgan vaqtidan oxirida tushib qoldi-ku Damazlar ham. Lekin shu vaqt chiqarib turgan vaqt oxirida qoldi-da u. Va buni sababi moliyaviy sotqinlik yo'qligidan hisoblaymiz-da biz. Biz endi o'zlarimizda Finland akademiyasida shunday hisoblaymiz. Agar moliyaviy sotqin inson bo'lganda nima qilgan bo'lar edi? Bank tarafdan pul kelib turibmi, yo'qmi? Aytganingizdek baholaradi. O'sha olajak narsasi ko'proq pul berish kerak. Va o'sha pul beradigan bo'lsa, keyin olsa zo'r. Ishini ortidanmi, boshqasindanmi? Ya'ni moliyaviy sotqin shunday hisoblaydi. Masalan, siz biror bilan shartnoma tuzishga boryapsiz. Mashina bo'lmasa bo'lmaydi. Mashinangiz bo'lsa, siz shartnoma tuzib bilasiz va bu sizning daromadingizga ta'sir ko'rsatadi. Texnikalar olishingiz kerak, sizning ishingizga ta'siri bor. Ertaga ijtimoiy tarmoqlarda chiqasiz, boshqada chiqasiz. Shu ishingizga ta'sir ko'rsatadi. Lekin shuni qopbidan bank tarafdan pulingiz bormi? Kelib turgan manba bormi? Ha, mayli deymiz, masalanda. To'g'ri, kredit mumkin emas deymiz, kredit boshqa. Hozir bizga bu yerda masalan dinni aralashtirmali. Aynan jamiyat tomonidan qaragan vaqtimizda shuni mutut. Xo'p, endi o'rtasida ketgan savollardan beraman. Yaxshi. Blogersiz. Soliq to'laysizmi? Soliq to'layman. To'layman. Yakka tadbirkor sifatida. Aha. Yakka tadbirkorlar necha so'm soliq to'lab turibdi hozir? 450 mingmi, adashmasam shunday. Kartam necha bo'ladi bilmayman, har oy yechadilar. 450 ming so'm atrofida. Ish qilib 400 ming so'mdan baland. Yakka tadbirkorligim nasi yo'nalishi reklama xizmatlarini ishlab berish. 412 ming so'm ijtimoiy soliq yetish turibdi. Endi Paynet xolos chiqdi, xorizba. Yo'qmi? Yo'q. O'sha Paynet xolos ulanishingiz kerak endi. Bir reklama. Yo'q, qay reklama emas. Bizning ijtimoiy tarmoqdagi profilimizdan shu Paynet xolosni ko'p qilib turibmiz. Shu Paynet xolosni chiqib reklama etdim, sana pul berman deyapman lekin. Bu milliy qisqasi iminda ta'riflasak bo'ladi o'zaro. Milliy bizani to'lov tizimimizda ekan bo'ladi. Milliy. Milliylikni bizga nechik plyus tarafi bor. Nima uchun milliy deb turibman? Chunki faqat bitta shu kompaniya o'sha prezidentimizning 247-sonli qarori bor. O'sha qaroriga asosan shu kompaniya qilib berib bildi bu ishni. Boshqa kompaniyalar masalan Click deysizmi, Payme deysizmi, hech qaysi qilib berib bilmaydi. O'zining ichida haqiqati bordir. Bilmayman men, u haqida ma'lumot ega emasman. Ya'ni ruxsat bermaydi turibdilar. Lekin aynan o'sha qarorda aytilishicha hammaga ruxsat berilgan. Faqat Paynet buni uddasidan chiqqan deb turibdilar. Va shuning uchun Paynet xolos deb aytib turibman, milliy to'lov tizimimiz bo'lganligi uchun va o'sha Paynet hozirgi kunda Paynet xolos ulansangiz, sizga ko'rsataman Paynet xolosni. Shu yerda o'zi boshqara olasiz. 1% tushgan summangizdan 1%, 412 ming so'm pul to'laysiz. Tushgan summangizdan 1% yana. Shuni tartibda bo'ladi. Shu yerda pulingizni kartaga yechib olasiz, boshqa ham yechib olasiz. Va men shu narsani aytib edim, to'laganingiz uchun sizga alohida rahmat. Sababi siz ko'p narsalarga sababchi bo'lib tursiz. O'sha soliqlar ortidan jamiyatimizda qaysidir nuqtalarida o'zgarishlarga sababchi bo'lib tursiz o'sha. Endi bir e'tibor etsangiz, o'sha siz to'lab turgan налогlaringiz o'sha ko'p sohalarga ketadi va eng asosiy narsa hozirgi kundagi 4% dan 1% tushdi yangilik. Va bu narsani barcha blogerlarga men tavsiya etgan bo'lar edim. Aynan oyna shu 412 ming so'mdan to'lasa bo'ladi. Lekin o'zini o'zi band qilgan holatda qilsa ham bo'ladi. Unda oyna 412 ming so'm to'lovi yo'q. Faqat tushgan summasidan 1%. Yo'q. Oyna 412 ming so'm yo'q. Siz endi belgisini tanlab qo'ysiz, yakka tartibdagi tadbirkorni tanlab qo'ysiz. Necha so'm topsam ham shu summani to'layman. Yo'q, undan tashqari 1% dan to'laysiz unda. 412 ming so'm, undan tashqari 1%. Shu yanvarda o'zgarish bo'ldi. Avvalgi summani aytib tursiz, siz 450 ming so'm deb turibdi. Hozir men yakka tadbirkorligim uchun 450 ham to'layman. Yo'q, 412 to'laysiz. 412 to'layman. Plus 1%. Topgan daromadimdan 1% ham beraman. Shunday. Faqatgina o'sha pulni siz endi ya'ni prezidentimizni qarorida belgilab qo'yilgan yashirin iqtisodiyotni oldin olish belgilangan. O'sha yashirin iqtisodiyot hozirgi kunda ko'pchilik blogerlarning pullari yotibdi shu yerda. Bloger pul topib turibdi va o'sha yerda yashirin iqtisodiyot ichida yotibdi. Va yashirin iqtisodiyot nega zarar keladi? Shu narsani menimcha xalqimiz bilsa, jamiyat bilsa, keyin o'zgarish bo'ladi.
Yashin iqtisodiyot ertaga bizlarga chet davlatdan kreditlar berilgan vaqtda, Jahon bankidan kreditlar bergan vaqtida bizani sifralarimizni, raqamlarimizni ko'rib beradi. O'sha raqamlarimizga ta'sir ko'rsatadi. Deyarli katta summa o'sha yashin iqtisodiyot yotdi. Shuni oldini olish maqsadida sizlar masalan siz boshlab bersangiz hammasi qiladi. Tushgan daromadingiz bor-ku, ish panet xolosda uraverasiz, ish orqali pulni chiqarib olasiz. 1% bunda 412 ming so'm to'lamaysiz. O'zini band qilganini o'zgartirasiz. Bo'ldi. Masalan 1 milliard obort etadigan bo'lsangiz 10 million so'm soliq. Bo'ldi. Zo'r. Faqat o'sha summasi ko'rsatgan summangiz bor-ku sizni. Noga ta'sir ko'rsatishini bilingda. U 10 million so'mni to'larasiz. Avvalan 412 ming so'm to'lab bo'lganda 6 million pul to'lab turasiz-da. 450 ming so'm to'lab turganingizda. Prosta siz shu narsani tushuning, anga Men yilidan 1% beraman men. Yoki Yilina? topgan daromadimni. Yo'q, topgan daromadingiz. Tushundim. Prosta 1% soliq belgilab berdi prezidentimiz. Maqsadini tushuning-da. Maqsad raqamlarda o'sishni xohlab turibdi. Tushundim. Lekin biz yana yashirib yuborsak, shu narsani o'zi ko'rsatmaydi-da. Ko'rsatmay qoladi. Yana yashinda qolib ketaveradi. Shuning uchun men sizga tavsiya etgan bo'lar edim. Bu narsadan foydalanasiz. Sababi hammasi qulay. Masalan, shu elektron hamyona pul tushadi-ku, Doğru shundan chiqarib olasiz pulni. Kartayza. O'zingizning shaxsiy kartangiz bor. Shuni chiqarib olasiz. Bo'ldi. Zo'r ekan. Zo'r qulaylik ham boshqasi ham. Agar masalan, uning texnikalarni sotib olasiz, siz kamera boshqa, ularga prezent chiqarib bersangiz ham bo'ladi bundan. Doğru. Shotizga tushdi, chiqarib berasiz. Zo'r. Foydalanib ko'rish kerak. Yo'q, hazillamasak beksa. Zo'r narsa, oshi zo'r narsa. Prosta men aytchakim, hozirgi kunda o'sha Xorazmni yalpi ichki mahsulotlarga ta'sir ko'rsatadigan sohalarimizdan masalan 100% bo'ladigan bo'lsak, sizlarni blogerlaringiz hammangizni ko'rsak, bir 0.1% tashkil etasizlar-da, 0.01% mi balki. Zato shu qismini ko'payamiz-da. Tushundim. Siz sababchi bo'lasizlar. Va bizlar ham hozirgi kunda masalan o'tgan davrda 2 milliard obort etganmiz. O'sha 2 milliard obortimiz hozir ko'rsatib turibdi ular. Va o'sha 2 milliard oborotimizni ko'rsatgani Xorazmda bir 0.0001% ni biz egallaganmiz. Bizning kichkina kompaniyamiz masalan. Endi Darital bor. U 0.1% ni egallagandi. Yana boshqalar bor. Glasspro bor. Bu esa 0.8% ni egallagandi. Xorazm viloyatining yalpi ichki mahsuloti bor-ku. Ustex bor. U esa 2% ni egallagandi. Shovotda tekstil zavodlar bor, ular 3% ni egallagan. Shu aytib umumiy keladi-da, 100%. Hozir 100 milliard obort etgan bo'lsak, biz keyingi yil 150 milliard obort etishimiz uchun hammamiz beliga o'tishimiz kerak-da. Shunda Xorazm birinchi o'ringa chiqadi. Hozir biz oxirgi o'rinlarda yotibmiz. O'zbekiston bo'yicha. Bunga hamma sababchi. Ya'ni hamma harakat etishi kerak-da. Hamma, masalan, Sardor ham qilishi kerak shu narsa. Hamma o'tishi kerak-da bu narsaga. O'tsakkina biz o'zgartirib bilamiz. O'tmasak o'zgartirib bilamiz. Nalogga qarasangiz, вообще mizerniy-da. Masalan, hech qanday sizga xo'jayinchilik qilib turgani yo'q. Tushgan puldan 1%. Buni ham tushgan pulga qarang. Ko'rsatganingizni. Ya'ni ko'rsatishni xohlagan pulingiz bor-ku. Masalan, yana to'yga bordingiz, 10 million so'm pul oldingiz, 10 million so'mni shunga ko'rsatishni xohlaysizmi yo'qmi? Xohish bildirdingiz, ertaga mana shu ta'sir ko'rsatsinlar. 10 millionni o'sha girizda 10 million deb yozasiz. Sizdan 1% ni 40 shu 10 million so'mni 100 ming so'm bo'ladi. 100 ming so'mni sizdan 40 qolgan pul yoningizda qoladi. Bo'ldi. Lekin 10 million so'm turibdi, bu shotizdan, hamyoningizdan 40 dan 100 ming so'm. Zato noga ta'sir ko'rsatdi. 100 ming so'm masalan davlat uchun yesat emas u pul. Lekin u 10 million so'mni sifrasini ko'rsatish muhimda u. Chunki u sifrani ko'rsatadidan u Jahon bankidan keyin kredit oladi. Yani e'tibor etganmisiz? Firmangiz bo'lmasa kredit beramiz deganlar ko'rganmisizlar, eshitganmisizlar? Firmangiz bo'lsa kredit beramiz, obort bo'lganmi deb so'raydi. Eshitganmisiz shu narsa? Davlat ham xuddi shunday, davlat kredit olacak vaqtida qani obort bo'lganmi deb so'raydi-da. Jahon bankdagilar. Foydasi yo'q, yani bermaydilar. Yani loyihalari bor, davlatning shu Amerikaning loyihasi bor, boshqa. Shu loyihalarda masalan ijtimoiy loyihalarda necha so'm bo'ldi? Blogerchilik loyihasidan necha so'm obort etib tursan, qani ko'rsatma deydi. Ko'rsatib bermasa, shu blogerchilik sohasidan investitsiya kiritmaydi-da. Bo'lsa kiritadi. Hozir iminingda o'tib ketdingiz. 10 million so'm yoningda turadi, lekin bir de yozib qo'yish kerak. 1% ni olib qoladi, 100 ming so'm deb tursiz. Bu ibidan olib qoladi pulni. Bu hamyoningizda pul turadi-ku 100 ming so'm. 10 million so'mni oldingiz naqd bo'lang. Berasiz, chek urasiz. Chiqqat chek urasiz.
10 milyonun 1% 100 ming so'm-ku. 100 ming so'm bir avtomat kiradi-da. Dan davlat o'tirib beradi. Riski bu panel xolisini o'zi. 1 milliarddan 10 milyon so'm nalog bo'ldi-chi. Ondan ko'p emas. 990 milyon yanınızda. Mesela siz yılda 1 milyard abortat turgan bo'lsangiz, şu an urasız 1 milyard çap pulunuzunu, şunda görürseniz kredit kısmı ham bor, yine moliyada yana kredit kısmı şuna qarab kredit ham beradi size. Abortuzun çelim köpligiga qarab. Al 412 ming so'm atmayın уже. Onu kullanmayın onu. 412 ming so'm atmayın. Yılına 412 ming to'laysiz ekan unda. Yılına o hech narsadan tushmaydi. Keyin doğru 1% to'lab yurasiz bo'ldi. Zo'r. Vahşi zo'r, Bekzodlarga. Qilinglar, hamma blogerlar qilsa maslahatim shu. Bir görsinglar Xorazmni gücünü şurada görsəsizlər. Xorazmda blogerlar 3-cü so'm nalog to'ladi degan narsani ijtimoiy tarmoqlarda ochib chiqinglar keyin. Keyin qon viloyatlar bizdan o'rnak olsin. Bor tursa tadbirkordan beri pul tursalar, to'g'rimi? Pul tursalar to'g'ri komandada bo'lishib berasiz o'qin, to'g'rimi? Bo'lishib beringlar, lekin bunga urib qo'yinglar to'panda. Nalogni to'lab qo'yinglar. To'xta nalog bor. Balla 1% o'zi 10 million oldingizlarmi 100 ming so'm tashlab beradi deb turib, shu yerda darrov shiqqatib turib 100 ming so'm. Bu narsani hozir eshitdim-ku, men lekin shu tartib bo'yicha ishlaganman. Prezidentimiz qarori chiqqanini hozir sizdan eshitdim, aynan bu tema bo'yicha. Ha, zo'r narsalar ekan. Hamma blogerlar o'tsangizlar, sizlar uchun chiqqanda ayniqsa bu. Xo'p, yaxshi. Endi yana bir savolimiz sizga. Finland akademiyasi haqida fikringiz? Yaxshi. Dasturimiz homiysi desak ham bo'ladi, Finland akademiyasi. Yaxshi. Bilim tarqatuvchi любой masala bo'lgan fikrim zo'r og'a. Biz haqqında masalan tanqidi va ijobiy fikrlar. Tanqid ham vaqti bo'ladi-ku. Yo'q, aytavering shuni. Yo'q, tanqid любой kasbda bor-ku, bo'ladi. Siz haqqingizda ham, aynan o'quv markaz haqqında ham tanqid eshitganman, Finland haqqında. Lekin endi men bu narsa ichida yashagandan keyin bu yerda tan eminman, o'zi tanqid ham odamlar tez qaror chiqarib beradi. Misol uchun somsaxonada baqqarida bo'lsa. Sal dozu past bo'lsam, shu nima ekan, dozu umuman yo'q ekanda fikr chiqadi. Sal dozu baland bo'lib ketgan bo'lsa, sho'r, sharava, shappik somsa edik deb chiqadanlar ham bo'ladi. Har xil odam bo'ladi. Shuning uchun tanqidiy nega iloji boricha ko'z yumib harakat etaman. Lekin agar o'zim pozitsiyamdan qaraydigan bo'lsak, menga bo'lgan tanqid bo'ladigan bo'lsa, to'g'rilashga harakat etaman. Asosli bo'lsa, asossiz bo'lsa e'tibor etmayman. Endi siz haqingizdagi bo'lgan tanqidlar ham asoslimi, asossizmi ma'lum qarang. Misol, lekin tanqid ham yerda bo'ladi va sizning kompaniyangiz bo'yicha, aynan siz brendingiz bo'yicha fikrim yaxshi. Nima uchun desa, hozirgi kunda harakat etib turgan insonlardansiz. Va o'zingiz hamda jamiyatni o'zgartirish uchun harakatda yurgan insonlar qatorida ko'raman aynan sizni. Va hozirgi qilib turgan ishlaringiz ham nechadir ming yoshni miyasine yaxshi ta'sir o'tkazilsa, hayoti osonlashishi, uning hayoti yengillashish tarafdorisiz va shu orqali o'zingiz ham yaxshi daromadga chiqishni xohlaydigan tadbirkorsiz. Bu narsa men uchun dim zo'r. Haqiqatda aynan ilm bo'yicha zo'r. Zo'r. O'zim olib qaraganda vaqtingizni qanchadir qismini oilangizga bag'ishlaysiz, qanchadir qismini ishingizga bag'ishlaysiz, qanchadir qismini o'zingizga bag'ishlaysiz. O'sha o'zingizga bag'ishlab turgan vaqtingiz qachon kam bo'lsa, shunda siz ishlab turgan hisoblanasiz-da. Lekin odam o'zini vaqtdan ajratirish kerak lekin. O'zini vaqt ajratishi kerak ekan, to'g'ri aytasiz. Va men ham sizni shuni inson sifatida ko'raman, o'zingizga vaqt ajratmaysiz ko'p holatlarda va har doim reklamalardasiz, qaysidir ochilish marosimidasiz, qaysidirni reklamasida tushib o'tirgan bo'lsa, ayniqsa hozir Sirenda yuribmisiz adashmasam. Sirenda Texnobozorda. Hamma reklamalarni dik tashlasak, yine influencerlar. Yo'q, endi aytibmanda men hayron qolaman, vaqt necha topasiz? Vaqt topib bo'lmagani uchun o'zim hayotim girib qo'yatir desam. Ertaga uylanishingiz kerak, o'zingiz aytib tursiz, har bir lahzadan men bahra olishim kerak, kipatishim kerak degan gapni ishlatdingiz. Shuning uchun O'zbekistonda ishlab yuribman-ku. Yo'q, tushundim, gap yo'q. Lekin bon tarafda ishni munatib etsangiz ham baribir O'zbekistonda yoki Rossiyada yo'q, endi uning bo'lmasa kerak-da. Bo'lmaga uylansam, men o'zim planlarim bor, как положено, oilaga vaqt, xotina bo'lgan vaqt, farzandli bo'lsam farzandimga vaqt, ota-onamga vaqt.
Menimcha düz bilsem kerak deb o'ylayman. Nima uchun desa, bezor bo'lib ketdim, og'a bir o'zim yashab yurib baq. Biz ham shuni umid etdik o'zimizdan. Shuni tuzishimiz kerak, to'g'ri aytasiz. Xo'p, Men yaqinda zo'r gap eshitdim. Hamma narsaning haqqi bor ekan. Arena borganda so'raladigan haq. shunday. Misol uchun, kasbiy sizdan haq so'rashi mumkin. Oilangiz asosan, oilangiz, ya'ni ayolingiz, farzandingiz, ota-onangiz sizdan o'zining haqqini so'raydi. Ya'ni haq deganda faqat moliyaviy haq emas, vaqt. Uni haqqini to'lash kerak deb o'ylayman. Endi oilali bo'lsam bilaman. Xo'p. Bir oxirgi savollarimdan biri. Tasavvur qiling, hozir sizda imkoniyat bor shundan. Oxirgi gaplaringizni aytish. Shu oxirgi gaplaringizni nima deb aytgan bo'lar edingiz? Oxirgi gaplarim. O'ylab gaplasa bo'ladi-ku. O'ylab gaplaring bemalol. Nima degan bo'ladi dedim. Birinchi o'rinda göruvchi odamlar aytgan bo'ladi dedim. Rozi bo'linglar. Ya, agar kimdir ko'nglini og'ritib qo'ygan bo'lsam, kimdir noo'rin xafa qilib qo'ygan bo'lsam, kechirim so'ragan bo'ladi dedim. Rozi bo'lishini so'ragan bo'ladi dedim. Haqiqatda keyinchalik birovning haqqini bilmay yeb qo'ygan bo'lsam, balki bilmay o'tib ketgan bo'lsa, kimdir summalari, kimdir menga balki faqat summada emas, kimdir haqqi menga o'tib ketgan bo'lsa, men shu narsadan uzr so'ray dedim. Birinchi o'rinda. Keyingi o'rinda shu vaqt tomonlama. Bu shu birovning haqqi ekan, pulni. Kimdir vaqtini men behuda o'g'irlagan bo'lsam, sarflagan bo'lsam, aynan mediadagi odam sifatida aytib turibman. O'zimning video materiallarim orqali kimdir vaqt tomonlama zarar yetkazgan bo'lsam, kechirim so'rayman. Yoki rozi bo'lishini so'rayman. Lekin men qo'ldan kelgancha yaxshi narsa berishga harakat etib keldim. Zo'r. Zo'r. Rahmat, Behzodbek. Zo'r bo'ldi. Savollarim ham deyarli shu yerda tugab qoldi. Rahmat sizga. Chiqish uchun chiroyli chiqish bo'ldi deb o'ylaymiz. Hammamiz uchun manfaatli bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Siz ham vaqtingizni rozi bo'ling. Siz ham rahmat, siz ham rozi bo'ling. Buyerda ko'rib o'tirganlar ham rozi bo'lsin. Ketizgan vaqtini kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Podpiska bosinglar, like bosinglar. Bu narsa aytish kerak lekin, har ko'rsatuvingizda aytinglar lekin buni. Zo'r ta'sir etadi, rostda. Yo'q, bo'ldi gap. O'zingiz ham misol YouTube'da video ko'rib o'tirgan vaqtda o'zingiz yaqadan kontent chiqib tursa-da, shu kontentdagi boshlovchi bir podpiska bosib bering, endi siz uchun yaxshi narsa aytib turibmiz-ku desa, misol men ko'p hollarda bosganman, o'zim yaqadan material ko'rsam. Ta'sir etadi dejekman. Ko'p aytsangiz. Yo'q, bo'ldi gap. Uni nima qilamiz? Hozir endi bu bizning birinchi sonimiz. Nima bo'lib turibdi, ya'ni nima deydi uni. Lekin menimcha chiroyli gaplashdik deb o'ylayman. ishdan. Va bir savolim qolib ketdi men lekin. Savolimga javob bering endi siz. Agar sizda ta'limimizda bir narsani o'zgartirishga vakolat bo'lsa, aynan nimani o'zgartirgan bo'larsiz? Ta'limda agar o'zgartirish kiritishini imkoni bo'lganda, ta'limda endi umumiy ta'lim to'g'rimi? Общий. O'zbekiston ta'limi bo'yicha. 1-sinf, 2-sinf, 3-sinf. Kasbga yo'naltirilganlik bor, texnikumlarimiz, universitet bor. O'zingizni fikringizni aytsangiz va shu narsani o'zgartirishga harakat qilgan bo'lar edim desangiz. Men agar ta'limda menda shunday imkoniyat bo'lganda, ko'proq insoniyatni yo'q indamayin. Bu ham o'ylanib javob berish kerak. Masalan, o'zingiz ta'lim oldingiz-ku. Nima kamchiliklarni sezgansiz o'zingizda? Ko'pchilik aytadi, amaliy narsa yo'q edi deydi. Shu. O'zingiz fikringizni aytavering.
Siz bir narsa vaqtini dedingiz. aytadi, maktab vaqtida aytadilar. Siz bir narsa dedingiz. Albatta bir sira aytish kerak. Maktab vaqtini aytadilar masalan. Maktab vaqtimda mana deydi. Men o'zim og'riqlarimni aytib o'taymi ta'lim bo'yicha. Aytavering. Maktabni bitirgandan keyin обязательно institutga kirish uchun podkurs tayyorlanish kerakdan stereotip singan, nima uchun singan? Balkim o'rta ta'lim strategiyasi balkim kuchsizroqdir. Shu ta'lim soatlarini ko'rib chiqishlarini xohlagan bo'ladim. Balkim keraksiz fanlarga ko'p vaqt ajratarimizdan kerakli fanlarga balkim kam vaqt ajratarmiz. Shu narsa keyin e'tiqod bo'yicha ishlash tarafdoriman, aynan o'rta ta'limda. E'tiqodga yaxshiroq qarash keraklik. Nima uchun desa, odam endi shakllanayotgan vaqt davrimiz maktabda bo'ladi-ku. Hayotda bo'lgan, faqat ilm olish emas-ku maqsadimiz maktabda o'qishdan, yo faqat shundaymi? Yana bilinmayman-ku. Meni fikrlashim bo'yicha faqat ilm olish uchun kerakmidi deb o'ylayman. Maktab, institut balkim qatorina ko'rsak bo'lar balkim. E'tiqodga yaxshiroq qarashlarini so'ragan bo'ladim. Aynan shakllanayotgan odamlara, farzandlari. Iloji boricha erkinlik berishlarini xohlagan bo'ladim. Ya'ni ko'p javobi yo'q savollar ko'p. Men o'qigan davrda balkim hozir nechik bilinma. Menimcha hozir ham shunday. Aynan cheklovlar ko'p. Ya'ni keraksiz cheklovlar. O'zim haqiqatda shu narsada qiynalganman. Rektor bilan urushganman misol uchun. Galstukun qani deydi misol uchun. Axir men galstuk daqmasligim ilm olishimning nima ahamiyati kuchli. Yana yo'ldoshmi kassa savol. Men galstuk bilan keldim. Dan hech nima o'rganmay ketdim misol uchun. Yoki hech nima amalda ko'rsatmay ketdim. Menga nima plusi bormi? Faqat xo'shroq yurishmi? O'zim o'yra 4 yil borganman Toshkentga. 4 yil vaqtim bor. Men uydan ko'proq ilm o'rganishim kerak, amaliyot qo'llab ko'rishim kerak, to'g'rimi? Nechun men o'zim yoqtirmagan narsani qilishim majbur emasman-ku, to'g'rimi? Ya men xato fikrlab turibman, balkim xatodir fikrim. Lekin ko'proq erkinlik berishni xohlaydim. Nechun men o'zim pozitsiyamdan gap chiqib. Men o'zim ijodiy yo'nalishda o'qidim. Misol uchun menga galstuk shart emas edi. Ijodkor sifatida. Menga diskomfort edi shu vaqtda. Semiz edim. Hozir yoqada o'zim misol uchun giyasim kelgani uchun giyaman. Ilm olishim ham qaysidir holatda shu narsalar xalaqit bergan. Balkim shu taraflarni o'ylab ko'rishlarini xohlagan bo'ladim. Shu. Zo'r. Siz o'zingiz qaraysiz. Form masalasini. Yo'q, aynan hozirgi fikrlarimni nechta qaraysiz? Hozirgi fikrlaringiz hammaning har xil fikri bor va men sizning fikringizni hurmat etaman va maktab vaqtida men ham shunday fikrda bo'lganman. Haqiqatda. Hozirgi fikrdami yoki aytgan fikrim aytdingiz? Yo'q, sizning fikringizda maktab vaqtida men ham shunday urushib, kirishib, formani hal qiladi deb o'rganman, boshqa deb o'rganman. Lekin hozir endi biz ishda bu narsani joriy ko'pmiz. Ishda bu как положено forma bo'lishi kerak. Sababi bu narsa bizani imijimizga ta'sir ko'rsatadi va bu narsani biz 2026-yil 1-yanvardan tasdiqladik. Ular ham men hozirgi fikrim bilan bo'lganda, ular ham shunday tasdiqlanib bo'lishi mumkin. Ya'ni O'zbekistonning ta'limi shunday bo'lishi kerak deganda. Yo'q, men hozir yodimga tushib ketdi. Yaxshi aytdingiz shu narsani. Hozir men o'zim ko'nglimda olmaydiradi ishni javobi. Menda bo'lgan vaziyatdan gap chiqib javob beraman-ku, to'g'rimi? Men umumiy odamlar fikriga javob berishim menimcha mas'uliyatim ham aqlimam yetmasa kerak. O'zimdan gap chiqadigan bo'lsak, misol uchun men san'at va madaniyatda o'qiganman. Mening tizim bor edi. Yomon ko'p asabiylashganman shu bo'yicha. Misol uchun 1-2 para space fanlar qo'yiladi. Men space odejdam nechik, space formam nechik, men o'zimga qulay bo'lgan qora rangdan foydalanib kiyim-bosh kiyishim kerak, qora sportivniy kiyim-bosh kiyishim kerak. Ya'ni sahnada o'zim qulay his qilishim uchun. Nechun sahnada yataman, yemolanaman, umbola qashaman, misol uchun rol o'ynayman, shu vaqtda men kiyim xalaqit bermasligi kerak. Qora bo'lganligi sababi odam e'tiborini nima ko'p tortmaydi. Misol uchun men aktyorskida bir rol o'ynab turibman, ustimda qop-qora forma, men emotsiyamni yaxshiroq ko'rsatib bilaman shunda. Misol Iberimda SpongeBob rasmi tursa, odam e'tibori SpongeBobga ketib qolishi mumkin, yoki multi qahramonga ketib qolishi mumkin. Shuning uchun space formam qop-qora sportivniy bo'lgan. Endi qarang, men space formamni kiyib hovlida yura olmaydim. Misol 4 para menda space darsim bo'lsa, men 4 paradan space formamni kiyishim kerak. Lekin hovliga men formada chiqmasligim kerak.
Lekin vaholanki men hojatga borjak bo'lsam ham hovliga chiqishim kerak, ovqatlanjak bo'lsam ham institut territoriyasidan chiqmay ovqatlanib bilaman bufetida shu formada chiqishim kerak. Lekin hovlida galstukda oq ko'ylak yurish kerak. Ha, bu majburiyat. Ina misol uchun ish yerida o'ylab qaraydigan bo'lsak, kanabeda ma'no, mantiq yo'q, to'g'ri aytibsiz. Ya'ni shuning joylari bor, bu narsa forma kerak, shuning joylari bor, forma kerakmidi? Yo'q, Universitetda shunday holatlarimiz ham bor. To'g'ri aytibsiz. Gap yo'q. Bekzodbek zo'r o'zingizni ochib pardozda bo'layman, xudo xolasa. Rahmat tag'a. Menimcha manfaatli bo'ladi hamma uchun. Ilohim shunday. Do'stlar, mana fikrlarni eshitdingiz. Xulosa qilish o'zingizdan. Keyingi mehmonimiz kim bo'lishini xohlaysiz? Albatta izohlarda o'z fikringizni qoldiring va albatta Bekzod Botirovga savollaringiz bo'lsa, yo'llasangiz, u izohlarimizni o'qishini aytdi. Xudo xolasa sizlarga javob beradi do'stlar. Va sizlarga aytadigan gapimiz, bizni videolarimizni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmatimizni aytamiz va like, komment ham sizdan kutamiz. Keyingi sonida kim mehmon bo'lishini xohlaysiz? Izohlarda fikringizni qoldiring. Hammaga rahmat.